Assalomu alaykum hamyurtlar, YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa o'sha mashhur bo'layotgan konteyner profillaridan tayyorlangan navbatdagi obyektimiz tayyor bo'ldi. Razmerlari 37,5 ga 18 bo'lgan joyimizni shu ko'rinishda tayyorlab o'rnatdik. Bir skat, bir tomonga suvni oqizgi. Stoykalarimiz balandligi 6 metr bo'lgan. Stoykalar orasi 5,5 metrga tushgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Stoykamizni holati to'rttalik holatda bo'lgan. 35 ga 35 holatda, tepadagi qorisi 60 ga 35 holatda tayyorlangan. Bemalol Cessna poyezd vazifasini bajaradi. Ko'rbo'cha holatda bo'lgan evaziga zigzaglar bilan qilib tayyorlab o'rnatganmiz. Firmalarimiz shotli holatda bo'lgan. Firmalarda orasi 150 dan tushgan. Xudo xolasa shu holatda tayyorlab o'rnatdik. Bu qilingan ishimizni paxta zavodini skalati bo'lyapti. Hozir bu yerga xudo xolasa bitgandan keyin skalat qilinadi. Tayyor bo'lgan xomashyolar o'rnatiladi shu yerga. Mana yonboshlardan ko'rinishi, kraskalar qilib, zo'r qilib tayyorlab o'rnatib berdik. Bu yerimiz общий bitishi 151 millionga tayyor bo'lgan. 151 million ichiga qo'sh nimalar kiradi? 151 million so'mga zakazchi tunikasini olib beradi, kraskasini olib beradi, bo'ldi. Sachib qatirib beriladi. Qolgan materiali, elektrod xizmati hamma yo'q ichiga kirib ketadi, summaning ichiga. Albatta qolgani kelishi holatda. Kran xizmati ham zakazchidan bo'lish ehtimoli katta. Shunga o'xshash zdanyalar bo'lsa 15 metr, 20 metr, 25 metrgacha ham usiz holatlarda firmalar tayyorlab o'rnatib beramiz. Ularning ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Tayyorlanishi ikki tomonlama bo'ladi, arkali holatda bo'ladi, A variantda bo'ladi. Har xil holatlarda tayyorlab o'rnatib beriladi. Stoykamizda mana yondan ko'rinishi, tagiga stakanlar qo'yib, zaklatmalar qo'yilgan. Zaklatmalarga firmalarimiz o'rnatilgan stoykalarimiz. Kraska qilib qo'ygandan keyin chiroyli holatlarda bo'lib qoladi, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimiz 97lik 168 8118. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar, o'zingizlar qiziqtirgan savollarga telefon orqali ham javob beramiz. Obuna bo'lmasa, ko'rayotgan ko'kalarimiz bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar.